3 etajli uyni oynalarini, 2 etajli stremyankani tirab yuvib buzsam, o'zimdan 3 ta keladigan stremyankani ko'tarib, suvni naporini ko'tarib, ikkinchi etajlarini birinchi yuvishni boshladim. Garshokni kattaligini qaranglarda, ichida gulni qaranglar endi, kichkinaligini. Lekin suv anchagina muzdek. Ichkaridan kirib, issiq suvni olib chiqsak bo'ladi, lekin kim kiradi ichkariga? Orqadagi klientim 73 yosh bo'lishiga qaramasdan kuni bilan agrot ishlarini qildi. Belokli yogurtimni ichib oldim sizlar uchun deb. Bu esa ikkinchi garshogimiz. Duganamni chiqarishga qo'rqdim. Pastga kabutarcha bo'lib ketasiz siz deb. Klientim oyna artishga bir 30 ta yangi trapka berdi shekilli. Hammasi ho'l bo'lib ketdi. Ha, endi sizga 500 kvadrat uyda yuvishni o'zi bo'ladimi oynalarini? Keyin esa duganam bilan joy almashdik. Duganam stremyankada yuvdi ko'chadan. Men esa ichki tarafini yuvdim. Bugun ko'chada 23 gradus. Ochkichamni taqib ishladim, chunki ko'zim g'ijim bo'lib ketadi quyoshga qarasam. Voy mazza-ye. Qanday hovlimiz bo'lsa, shunaqa gulchalarga suv qo'yib har kuni. Kimgadir havas, kimdir esa bezor hovlidan, shundaymi? Shu uyda qandaydir fayzi borda. Kegimiz keladi, ekin kayfiyatimiz yaxshi yuradi. Chunki rosa ko'ngli ochiq insonlar yashaydi bu uyda. Shuning uchun bo'lsa kerak. Endi uyda ikkinchi etajiga kirib, ichki tomonini yuvib boshladik. Sizlar esa meni podдержка qilib, podpiska, like bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.